Qachon? Nima bo'lgan taqdirda ham? Ha ota, sizning gapingiz men uchun qonun. Vaqt o'tib bu so'zlar oddiy ogohlantirishdek tuyula boshladi. Lekin tunlardan bir tun yarim kechasi bolakay kuchli chanqoqdan uyg'onib ketdi. Tomog'i qaqrab, tili tanglayiga yopishib qolgudek chanqagan edi. U butun uyini titib chiqdi, lekin hech qayerdan suv topa olmadi. Shunchaki quduqqa borib, suv ichib o'yladi, lekin otaning ogohlantirishlari xayolidan ketmasdi. Lekin chanqoq chidab bo'lmas darajaga ko'tarildi. qaramay u quduq tomon yo'l oldi. Qani edi sabr qilganida. Bolakay la'natlandi. U quduq arvohiga aylandi. Bolakay o'zining asl qiyofasi, aql idrogi baridan bir soniyada mahrum bo'ldi. U hamon hammasini ko'rib, sezib turar edi. O'g'lini hech qayerdan topa olmadi. So'ngra u daraxtlar oldida quduq arvohini ko'rdi. Bolakay o'z otasini yo'q qilishni xohlamas, lekin o'zini boshqara olmasdi. O'z o'g'liga ham shu maxluq tashlangan deb o'yladi, lekin bilmasdiki, endi bu maxluq butun dunyoni aylanib, barchaga dahshat sola boshladi va bu aytadiganga o'xshardi. Lekin hali umid bor edi. Maxluq ovchilari bolakayning azoblariga chek qo'yib, bu maxluqni yo'q qilishga bel bog'lashdi. Voy, sonlarda qo'rqitadi, demak, foyda bo'lmasa ovozi o'zi kelmadi. Keldi. Ana. Qani? Prem, shuni anavimizda oldida. Kimni qo'yapti? Seni qo'yapti. Tush. Tushdi. Xo'sh, biz yana shu yerdamiz. Maxluq ovchilari va bugungi maqsadimiz ham maxluqni o'ldirish. Nega yana shunaqa video deysizlarmi? Javob oddiy. Chunki sizlar shuni tomosha qilyapsizlar. Bugungi maxluqimiz boshqalardan ajralib turadi. U qo'rqinchli. Albatta mening oldimda o'ynayotgan ikkita maxluqqa yetmaydi, lekin u ham qo'rqinchli va biz bugun uni yo'q qilamiz. Xo'sh, bizning birinchi maqsadimiz qishloq topish va biz uni bajardik. Pilisavra. Bo'ldi pastga. Shoxasi ham nimadir deydi. Nima aytib bo'ldi? Aytgancha bu shoxa, ya'ni Misterio, unisi Husan, ya'ni Husan. Menda zo'r g'oya bor. Ana bu maxluq oq-ku. Xo'sh. Husan, sen ham oqsan. Ha? Demak, u sening avloding. Yo'q, meni ajdodim, men evolyutsiyada shunday qomat va mukammal idrok sohibiga aylangan. Bizning oldimizda qishloq bor ekan, demak kuchayish muammo bo'lmaydi. Hozirning o'zida ovqat zaxiralarini to'ldiramiz. Yana golemdan temirni olib, temir kirka ham hal degani. Va bizning qilishimiz kerak bo'lgan narsa ozgina redstone to'plash. Biz o'tgan safargidek tuzoq bilan o'ldiramiz maxluqni. Kirkani yangilaymiz. Bu maxluq tun botgani zahoti bizga hujum uyushtiradi. Shuning uchun tayyorgarlikni ko'raverish kerak. To'g'rimi, Galem? Biz u payt yer tagida bo'lamiz. To'g'ri. Maxluq yavi shokeda bordi hozir. Ovqat yetarlimi yoki sotib olsak ham bo'lar ekan? Muammo bo'lmaydi menimcha. Menimcha 54 ta bor menda, sotib ol. Sotib olamiz, menda 2 stak bor pashti. Nima qilamiz? Sotib olamiz. Stak pasti bo'lsa agar, Hozir kerak emas. Koordinatani ko'rib qo'y, prosta. Koordinatalarni eslab qolamiz. -500 ga 60. Saks. Nima? Saks. Ko'chada, mashina. tintak bo'lganmiz-a? Tintak bo'lganmiz, sen Minecraftdan keldi, o'to'sh. Serioza. Ha, yeb qo'y nonni. Saks deydi. Men nima ekan deyapman? Shunday yana qishloq bor ekan. Maxluq bizga gapiryapti, to'xsan, Saks. Yana bitta qishloq bor ekan. Davomi shekilli. Davomi ekan. U nima dedi hozir? Sen WhatsApp dedimi, nimadir dedi. Shunchaki o'lmas bo'lsa ham. Yo'q, o'ladi. Maxluqlar bilan ko'p chiqishasan-ku. Xo'sh. So'rab ber. Ularga noysof. Huquq ustozimiz aytgan, mahalliy sudga topshirish kerak. Mahalliy sud bilan o'ynashma. Ko'tarib ketmas. Oy, Senga ataka boshlandi, Husan. Qayerqasan? shunga o'xshab. U nima dedi? Boy chechagim boylandi, qozon to'la ayronni. Ayroningdan bermasang. Qanisan maxluq? Men bilishimcha u maxluq konlarda unchalik ko'p paydo bo'lmaydi. Asosan tashqarida, lekin baribir qo'rqinchli. Voy, Sonlarda qo'rqitadi, demak, foyda bo'lmasa ovozi o'zi kelmadi. Keldi. Qani? Kimdan? Yo'q bo'ldi, meni o'ldirdi-ku. Menga bittang tepa qil, men narsalar yo'q ketmas. Misterio, was slain be the bat nimadir dedi bizning maxluqimiz. Yo'q, meni o'ldirdi. O'ldirdimi? Ha, Rostdan. dahshat yo'yib qo'ydi shunday. Xo'sh, samratishga. Narsalarni olib qo'ydi. Men ularda paydo bo'lmaydi deyapman. O't, shunday. Birdaniga puq-da. Creeper qochsan. Yarimtajon. Qoch. Qoch. Maxsus oltin olma. Yo'q. Ay, skelet. Qani
Ay Shakespeare. Umid qilamanki, Shohani o'ldirgani unga hozirchalik bo'lsa ham Nos qonga gapini berdi. bo'lgan ishtiyoqini so'ndirib turadi va u bizga yaqin orada hujum qilmaydi. Temir nomalaring. Quloqlaringni kesib, sho'rva Oy! Yu, dahshat ovoz chiqaryapti bu. Oy! Mana Boshqa bosib qo'yay. Men o'laman do'stlarim uchun. Do'stlarim o'ladi faqat men uchun. Menimcha hozircha ketish shekilli bir ikkita gapirib. Pom 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 pom. Pom 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 pom. bom ochilsin bom. O'ylanadi. Boshlandi. Boshladi. Kimdirga po'q etib teleport qiladi. Ya, mayli, men sizlarni unutmayman-ku. Ba'zida prosta biroz gap bor ekan, hayotda taslim bo'lmanglar deb ketdi, все. Ha, shu. Check stop qo'y. Reaksiya plus millionda, Ha, men kelyapti. Kelyapti ham. u ham kelyapti. Kelmayapti. Yana menga. Yo, olmos. Qani? Mana, men ko'ring. Mana lavalik qo'l. Hasan. Yo'q, oldida olmosam bor ekan. Menga tepa keladi. Uchta olmos. Fabratskiy. O'yla oldinga boryapman. Birgalik olmos. Ha, ikkita. Hasan bir sher peshan ekan. Ha. Hop, eshitdinglarmi? Yurak tovushini urishi. Yurak tovushi. Va bosib qo'ysin. Tepada, maxluq. Maxluq! Rostdan, o'laydi. Qani kelyapti. Nima bo'lsa ham lavada uzoqqa o'lib qolsang, narsaning jiji imon qarab urib olgandan so'ng. Oldimga kirma. Men hammamizni to'xtataman u maxluqda. Mabetga qo'y. O'ldi. Berli ber, yetadi. Assalomu alaykum. Qani temir bilan oltin bormasa bo'lmaydi. Do'stlar, plan rejamiz sal o'zgardi. Biz maxluqni lavaga cho'ktiramiz, lekin lavaga tushirish yo'li hali ham o'zgargani yo'q. Bizda esa hozirgi vaziyatda obsidian bor, faqat bizga kitob yetishmayapti. Kitob bo'lgani zahoti hamma aslahalarimizni sehrlab kuchaytiramiz. Aynan shuning uchun ham biz o'zimizga olmos ko'rka yasadik. Chuqur kavlashga ko'proq yordam beradi. Bizga olmos qilishga nisbatan effektli kavlash birga sehrlaydigan bo'lsak, bizga kerak bo'lgan chuqurni ancha tezroq esa shoha xursandligini sababi Yana chiqdi, 4 ta chiqdi option. 4 ta olmos. Ha, sen yonidan Tashab ketayotdi, men yo'q, kavla hali chiqadi, ishon. Bu kunlar hali o'tkinchi dedim. Yo'q, o'tkinchi emas, bo'lib chiqdi. Ishoninglar.